Jigar, buni qarang. O'ziga qulay qilib, maza qilib minib yurasa ekan. Bu narsa faqat Gentra'ni ikkinchi pozitsiya bilan uchinchi pozitsiyasida bo'lar ekan. Bu mashina Gentra'ning ikkinchi pozitsiyasi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi zo'r Gentra'ni sizlar uchun topib qo'ydik. Videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Hozir narxini aytamiz. Akalar, mashinaning kraskasi faqat oldi krilo bilan, faqat oldi kriloda bor xolos deyapti. Qo'yinlarda umuman ishi yo'q deyapti. To'rtta qololar yaxshi holatda turibdi. Saqadiskani zo'rlarini taqilgan. Salonlarni ham bitta ko'ringlar. Salonlari ham yaxshi holatda, o'ta zo'r holatda turibdi. Akalar, mashina qarab chiroyli qilib yaxshi minilgan ekan. Yurgani 427 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Akamiz mashinaning narxini $6,700 deydi. Sizlar uchun talashib tolishib 6,5 mingga yana ozmoz xayriga o'tib beraman deyapti. Akamiz nomerlarini o'zim pastga yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin.